Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoda Namangan viloyatidagi universitetlarni e, qaysi yo'nalishlarda imtihon bo'ladi va necha ball bilan oxirgi yilda, mana 2026 yilda kontrakt ballari eng pastlari qancha bo'lgan, shularni ko'rib chiqamiz. Ho'p, bugungi video siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Shuning uchun buni videoni boshlashdan oldin Telegramga kirib hammamiz Bahodirjon ostki chiziqcha qo'yib Mullajonov deb qidiringlar. Men Telegram kanalim chiqadi. Mana bunaqa rasmda 2614 odam bor ekan. Siz ko'rayotganda bundan ham ko'proq bo'lsa kerak. ITda eng qiziqarli joylari kompyuterda ishlash, Excelda ishlash, sizga talaba bo'lganingizdan keyin ham eng foydali kerak bo'ladigan video darslar shu joyga joylangan. O'zim ham universitetda dars beraman. Shu universitetda o'rganadigan bilimlarni shu YouTube kanalimga ham qo'yib boriladi va shu Telegram kanalim orqali kirsanglar bo'ladi. Xo'p, Telegram kanaliga obuna bo'lganlar bo'lsa, qani boshladik. Birinchi qarang, bu Namangan universitetining barcha yo'nalishlari ballarini ko'rishda sizlarga shundoq ham o'rgataman. Bu telefoningizdan ham kirib o'zingiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana Google'ga, poisk joyiga, xohlasangiz telefonda, xohlasangiz kompyuterda xususiy universitetlar deb yozinglar, qidiringlar. Mana 3-o'rinda qidiruvda mana Bilim va malakalarni baholash agentligining sayti chiqadi. Bu eski davlat test markazi. Shu bilimlar va malakalarni baholash agentligi saytiga kirasizlar va qarang. Shu joyda mana viloyatlar kesimida universitetlar chiqadi. Sariqda chiqqanlari bu xususiy universitetlar, nodavlat. Yashilda turganlari davlat universitetlari. Shu joyda mana bunda aylantirasiz tepa qismda va mana Namangan viloyatiga o'tamiz. Namangan viloyatida mana sariqda turganlar University Business of Science, Turon International University yoki Toshkent iqtisodiyot va texnologiya universiteti Namangan manzili, shular xususiy universitetlar. Siz agar xususiy universitetlar kontraktlari, yo'nalishlari kerak bo'lsa, xususiy universitetlar deb komment yozib keting. Videoga sizga xususiy universitetlar haqida hamma viloyat bo'yicha hammasini yo'nalishlari, kontraktlarini ko'rib chiqqan videoim bor, o'qib bergan, shuni tashlab beraman sizlarga. Hozirgisi davlat universitetlarini 2025-yildagi yo'nalish ballarini ko'rishimiz kerak. Birinchi bo'lib mana Namangan davlat universitetidan boshlaymiz. Shunga kiraman va mana yo'nalishlar chiqadi. Men kunduzgi o'zbekchasini o'qiyman. Agar sizga kechkisi, masofaviysi kerak bo'lsa, kirib ko'rishinglar mumkin o'zinglar saytda. Mana amaliy matematika kunduzgi o'zbekchasi. Mana matematika, mana fan 1, fan 2 degani shu imtihonga kirilgan matematika fizikada imtihon bo'lgan degani va 2025-yilda o'qiyman. Kontrakt oxiri 114,7 ball bo'lgan ekan. Mana matematika fizikadan 114,7 amaliy matematika yo'nalishida. Arxeologiya yo'nalishi 65 ball bo'lgan kirish. Tarix, geografiyada imtihon. Axborot tizimi va texnologiyalari 66,6 ball bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Axborot xavfsizligi 69,5 bo'lgan ball matematika fizikada imtihon. Bank ishi 112,5 bo'lgan ball matematika chet tilidan imtihon. Biologiya 141,3 bo'lgan ball biologiya kimyoda imtihon bo'lgan. Mana 25 ta o'qiyapman men. Mana 24, 23lar bo'lsa, ularni ham ballari yonida turgan bo'ladi, o'zingiz kirib ko'rsangiz. Yoki mana shu videoda men shu joyga tez o'tib ketayotgan joyda pauzaga qo'yib ko'rib olishingiz ham mumkin. Mana shularni ochib men ham o'qib beryapman sizlarga. Biotexnologiya 125 ball bo'lgan biologiya kimyoda imtihon. Buxgalteriya hisobi 111,6 bo'lgan matematika chet tilidan imtihon. Davolash ishi Xo'p, 164 ball bo'lgan biologiya kimyodan imtihon. Ekologiya 91 ball bo'lgan kirish kimyo biologiyadan. Falsafa 69 ball bo'lgan tarix ona tilidan. Ingliz tili 168,7 bo'lgan ingliz tili ona tilidan imtihon. O'zbek tili 160 ball bo'lgan ona tili chet tilidan imtihon. Fizika 62 ball bo'lgan fizika matematikadan. Geografiya 61 ball bo'lgan geografiya matematikadan. Hayot faoliyat xavfsizligi 56,7 ball bo'lgan, mana eng past ball bo'lgan hayot faoliyat xavfsizligi matematika fizikadan. Iqtisodiyot 132,6 bo'lgan ball matematika chet tilidan. Xo'p, jurnalistika o'qimayman chunki bu kasbiy imtihon. Kimyo kimyo matematikadan 57,7 bo'lgan ball. Matematika 118,8 bo'lgan matematika fizikadan imtihon. Menejment 109,4 bo'lgan ball matematika chet tilidan. Mexanika va matematik modellashtirish 56,90 bo'lgan matematika fizikadan. Pediatriya ishi 159,7 bo'lgan biologiya kimyodan. Psixologiya
78 9 bo'lgan biologiya ona tilidan. Soliq va soliqqa tortish 69 6 bo'lgan matematika chet tilidan. Xo'p, sun'iy intellekt 56 7 bo'lgan, eng past ball bo'lgan matematika fizikadan. Tarix 113 2 bo'lgan, tarix geografiyadan. Turizm mehmondo'stlik tak 92 3 bo'lgan, tarix chet tilidan. Yurisprudensiya 158 30 bo'lgan, davlat huquqdan va chet tilidan. Bu birinchi universitet, Namangan davlat universiteti edi. Endi ikkinchi universitetga o'tamiz. Tak, keyingisi Namangan davlat pedagogika instituti bor ekan. Bu amaliy matematika bo'lgan, 70 ball bo'lgan, 70,5 matematika fizikadan. Biokimyologiya 130, biologiyani o'zi uzr, 137 2 biologiya kimyodan. Boshlang'ich ta'lim 122 2 bo'lgan, ona tili matematikadan. Fizika 62 9 bo'lgan, fizika matematikadan. Ijtimoiy ish 67 40 bo'lgan, biologiya ona tilidan. Tak, kimyo 56 9 bo'lgan, kimyo matematikadan. Maktabgacha ta'lim 88 70 bo'lgan, biologiya ona tilidan. Mana ko'ryapsizlar, ball. E, Maktabgacha ta'lim bilan boshlang'ichga ko'pchilik tavakkal deb topshirishadi, lekin mana ball 88 7 juda baland. Va yildan yilga ko'tarilgan. Oldingi yil 83 bo'lgan, undan oldin 82 bo'lgan va 88 bo'libdi. Sizlar yana shunga topshiraveringlar. 100 bo'ladi, 120 ham bo'ladi kerak bo'lsa. Boshqa universitetlarda shu 100 110 ga chiqqanini ham ko'rdik, boshlang'ich bilan maktabgacha ta'limda. Sun'iy intellektga topshiring, kompyuter injineringga topshiring. Nima deydi? Davlat ishlarida yaxshiroq anaqa chiqadi-ku shular. Mexatronika, robototexnikaga topshiring. 56 7 bo'lyapti shu ballar. Mayli. Matematika. 115 115 7 ball matematika fizikadan. Maxsus pedagogika, logopediya 108 ball biologiya ona tilidan. Milliy g'oya ma'naviyat asoslar huquq ta'limi 74 6 ball tarix ona tilidan. Tak, o'zbek tili adabiyoti 154 7 ball ona tili chet tilidan. Rus tili 75 ball o'zbek tili tarixdan. Pedagogika 88 ball tarix ona tilidan. Psixologiya 75 6 ball biologiya ona tilidan. Tarix 80 ball, 89 ball tarix geografiyadan. Texnologik ta'lim 58 2 ball fizika matematikadan. Turizm mehmondo'stlik 77 ball tarix chet tilidan. Ingliz tilidan ko'ramiz endi. 169 6 ball ingliz tili ona tilidan. Nemis tili, fransuz tili ko'rinmas, nimagadir saytda ko'rinmayapti menga. Ingliz tili, koreys tili, rus tilini ko'rsatyapti. Hop, keyingi universitetga o'tamiz. Tak. Namangan davlat texnika universiteti. Yo'nalishlar juda ko'p ekan. Arxitektura 64 ball matematika ona tilidan. Axborot tizim texnologiyalari tak, 57 8 ball matematika fizikadan. Mana boshlang'ichga maktabgacha ta'lim emas, axborot tizim texnologiyaga topshiringlar. Shu ham informatika o'qituvchi bo'lib chiqadi menimcha. Axborot xavfsizligi 57 ball matematika fizikadan. Barqaror transport 60 ball matematika fizikadan. Biotexnologiya 112 6 ball biologiya kimyodan. Biotibbiyot muhandisligi 56 8 ball fizika matematikadan. Biznesni boshqarish 74 8 ball matematika chet tilidan. Buxgalteriya hisobi 101 6 matematika chet tilidan. Dastur injiniring 59 9 matematika fizikadan. Dastur injiniring o'qidim. Manba kostyum shim dizaynlari ijodiy bo'lar ekan. To'qimachilik yengil sanoat bu ham ijodiy. Ekologiya, kimyo, biologiyadan 70 ball. Elektr muhandisligi 56 7 fizika matematikadan eng past ball. Elektronika asbobshunoslik 58 6 fizika matematikadan. Energetika muhandisligi 62 ball matematika fizikadan. Gidrotexnologiya inshoot nasos stansiyalardan foydalanish 57 90 matematika fizikadan. Inson resurslarini boshqarish 60 ball, 60 10 ball matematika chet tili. Iqtisodiyot 105 40 ball matematika chet tilidan. Ishlab chiqarish muhandisligi 57 ball matematika fizikadan. Kadastr 58 8 ball matematika fizikadan. Kimyo muhandisligi 56 9 kimyo matematikadan. Kompyuter injiniring 57 70 matematika fizikadan. Mana kompyuter injiniring
aytishnik bo'lib kirasiz. Bankka ham shekilsiz bo'ladi. Kollejga ham, maktabga ham, hamma yo'nalishga ketadigan kompyuter injiniring eng zo'r yo'nalish mana ishga kirish uchun. 57 ball. Maktabgacha ta'lim boshlang'ichdan 4 barobar yaxshiroq ish topsangiz bo'lsa kerak menimcha. Oylik tomondan ham, ish topish tomondan ham bilmadim, kompyuter injiniring. Tim bo'ldi kelajak anaqalarida bu kasblarni beradi sizga. Logistika. 77,8 matematika chet tilidan. Marketing 68,2 matematika chet tilidan. Materialshunoslik nimaga 0 bor? Mehnat muhofaza texnika xavfsizligi 56,9 ball matematika fizikadan. Menejment 71,7 matematika chet tilidan. Metallar texnologiyasi 56,8 matematika fizikadan. Uh, Metrologiya standartlashtirish 57,8 fizika matematikadan. Mexanika muhandisligi 57 ball matematika fizikadan. Mexatronika robototexnika 56,8 fizika matematikadan. Deyarli eng past ball mexatronika robototexnika. Muhandislik kommunikatsiya qurilish ekspluatatsiyasi 56,9 matematika fizikadan. Neft gaz qayta ishlash texnologiyasi 56,8 kimyo matematikadan. O'rmonchilik aholi joylarini ko'kalamlashtirish 83 ball. Mana qarang. O'rmonchilik 83 ball biologiya kimyodan imtihon. Mayli biologiyadir, xo'p. Lekin tavakkal topshirgan odam shu o'rmonchilikka topshiryapti-da 83 ball bo'lyapti kirish eng past. Neft gaz 56,8. Neft o'rmonchilikni bitirgan odam qayerda ishlashi, neft gazni bitirgan odam qayerda qanaqa oylik ishlashini farqini akanglardan, dadanglardan so'rab ko'ringlar, yoshi katta odamlardan qanaqa farq bo'ladi. Neft gazni vali 56,8 bo'lyapti. Oziq-ovqat texnologiyalari 59,8 ball kimyo biologiya. Men nimaga buncha jon kuydiryapman abituriyentlar? Faqat yaxshi ertaga zo'r kasb topadigan yo'nalishlar juda past bo'lsa ham tanlamayapsiz. Juda ball past bo'ladi deb o'ylab aslida ball ko'tarilib ketadigan joylarga topshirib olyapsiz. Ularda ertaga kirib ketganingizdan keyin ham bitirib qayerda ishlashingizni men o'zim ham bilmadim. Bir narsa deyapman. Oziq-ovqat texnologiyasi 59,8 ball kimyo biologiya. Qayta tiklanish energiya manbalari 56,8 ball matematika fizikadan. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash 56,7 ball eng past ball matematika fizikadan. Xo'p, qurilish muhandisligi 56,7 ball matematika fizikadan eng past ball. Sanoat muhandisligi menejmenti 68 ball matematika fizikadan. Savdo ishi 57,8 ball matematika chet tilidan. Sun'iy intellekt 57,10 ball matematika fizikadan. Suv ta'minot muhandisligi 59 ball matematika fizikadan. Suv xo'jaligi melioratsiyasi 56,99 matematika fizikadan. Texnologik jarayonlar ishlab chiqarish avtomatlashtirish 57,22 ball fizika matematikadan. Texnologik mashinalar jihozlar 56,7 ball eng past ball matematika fizikadan. Transport vosita muhandisligi 57 ball matematika fizikadan. Turizm va mehmondo'stlik 87,5 ball tarix chet tilidan. Yengil sanoat muhandisligi 56,7 ball matematika fizikadan eng past ball. Yo'l harakatini tashkil qilish 61,8 ball matematika fizikadan. Yo'l muhandisligi 56,7 ball matematika fizikadan eng past ball. Bu yoq. Hop, keyingi universitetga o'tamiz. Namangan davlat chet tillari instituti. Bu yerda fransuz tili balli ko'rsatmayapti. 25 ta bilmadim, bundan oldingilar ko'rsatgan ekan. Ingliz tili 154,9 ball. Ingliz tili ona tilida imtihon bo'ladi. Koreys tili 167,4 ball. Chet tili ona tilida imtihon. Nemis tili ball ko'rsatmayapti nimagadir. Rus tili. Rus tilini 101 ball ona tili. Chet tilidan. Chet tilisi rus tilimi bilmayman to'g'risi. Ona tilisi rus tili, chet tili ingliz tili bo'lsa kerak. Kompyuter lingvistikasi 112,4 ball ona tili matematikadan. Ona tili adabiyoti rus tilida 72,5 ball ona tili tarixdan imtihon ekan. Tarjima nazariyasi ingliz tili 169,5 ball ingliz tili ona tilida imtihon. Turizm mehmondo'stlik kunduzgi 111,3 tarix chet tilidan imtihon. Xorijiy til adabiyoti ingliz tili 170,5 ball ingliz tili ona tilidan imtihon. Xo'p. Keyingi universitetlar qarang. Mana 3 ta universitet menimcha hammasi qo'shilgan bo'lsa kerak. Namangan muhandislik qurilish instituti chunki kirsam
yo'nalish chiqmayapti. Namangan muhandislik texnologiya institutiga kirsam qurilish chiqmayapti. Universitet ma'lumotlari chiqmayapti. Namangan to'qimachilik sanoat instituti ham yo'nalish chiqmayapti. Menimcha bu universitetlar qaysi universitetlarga qo'shilib ketgan bo'lish ehtimoli yuqori. Chunki saytda yo'q bular. Bilmadim to'g'risi, agar adashayotgan bo'lishim mumkin. Agar siz Namangan viloyati emas, boshqa viloyat, menga Samarqand kerak yoki Sirdaryo kerak yoki Farg'ona kerak desanglar, boshqa viloyatni mana bu Farg'ona viloyati yoki Andijon viloyati deb yozib ketinglar. U viloyatlarning videosini chiqargan bo'laman. Ularda linkini tashlab beraman. Siz linkni bosgan holda keyingi videoga o'tib ketaverasiz. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga omad.